Yurtimizning barcha mahallalarida aholining munosib turmush kechirishi va hayotidan rozi bo'lib yashashi uchun qulay sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Joylarda ichki yo'llar, ichimlik suv, elektr energiyasi va gaz ta'minoti yaxshilanmoqda. Ayniqsa, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida katta islohotlar qilinyapti. Ammo ba'zi mahallalarda hal etilishi kerak bo'lgan muammolar ham uchraydi. Dasturimizga Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Yuqori Tuyoqli mahallasida istiqomat qilayotgan aholi vakillaridan murojaat kelib tushdi. Unda mahalladagi 80 dan ortiq xonadonga ichimlik suvi yetib bormagani aytilgan. Muxbirimiz Oysha Isoqova manzilda bo'lib, aholi vakillari va mutasaddilar bilan suhbatlashdi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Yuqori Tuyoqli mahalla fuqarolari toza ichimlik suvdan qiynalayotganligi yuzasidan dasturimizga murojaat qildi va biz holatni o'rganish uchun manzilga yetib keldik. Iroda Shukurova 38 yoshda ushbu mahallaga kelin bo'lganiga ham bu yil 8 yil to'ladi. Uning so'zlariga ko'ra, Tuyoqli mahallasida necha yildirki ichimlik suvi yo'q. Hamma qo'shni mahalladan tashib iste'mol qiladi. U mas'ullar bizga ham e'tibor qaratishini xohlardik deydi. Ko'chib kelganimga bir 7 yil bo'lgan bo'lsa, 7 yildan beri suvni 1 kilometrdan tashib ichaman. Chunki qishda qiyinchilik tug'diradi. Yog'ingarchilik kunda qiyinchilik tug'diradi. Chunki toyib yiqilishimiz bor. Mana yo'l yomon bo'lgan so'ng vaqti bilan chiqargandan keyin o'chib qolsa, toza suvni ola olmasak, ariqdan ichamiz. Qishlarda qorda, yomg'irda suv ham ichgan kunlarimiz bo'lar lekin. Bir muammosi buzilib qolsa, bir haftalab, 10 kunlab toza suv chiqmay qolgan kunlari bo'ladi. Ushbu fuqarolar mahallaning adirlik qismida joylashgan. Yildan yilga o'sish bo'lib, mahalla kengayib, aholi soni tobora ortib bormoqda. Hozir esa 100 ga yaqinlashib qolgan. Ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoj esa tobora ko'payib bormoqda ekan. Biz mana ko'chib kelganimizga bir 20 yil bo'lib qoldi. 20 yildan beri mana shu yerda avval qishloqdan tashirdik. Narigi qishloqdan borib 3 kilometrdan tashib olib kelardik. Endi xarajat qilib mana shu salgina yaqin qilib olib kelib oldik-ku. Voy, muzlamalarda mana yerdan odamni o'zi yurib bo'lmaydi-da. Tepaga yurish ukulon 2 paqir bilan hali ham bolalar g'altakda tashib olib chiqib beradi. Shun bilan sal yengillatmasak biz kir yumaymizmi, banilarga to'ldirmaymizmi? O'shanga ham juda qiynalib ketdik. Iltimos endi tegishli xodimlar bir yordam berib yorsa, mana salgina bizga yaqin bo'lsa, shuni so'rab iltimos qilamiz endi. O'sha 80 ta xo'jalikda ichimlik suvi yo'q. Ariqlardan tashib ichamiz vaqti kelsa. Pastda aholida kranlarda suv bor, ular vaqti kelsa suv beradi, vaqti kelsa o'chirib qo'yganmiz, to'lov qilyapmiz. Suvni bermay, darvozasini qulflab qo'ygan kunlar bo'ladi. Shu yomg'irli kunlarda tarnovlardan o'sha yomg'ir qor suvlarini tindirib ichgan kunlarimiz bo'ldi. Idish-tovoqqa, kir-pir yuvishlarga ariqdan tashib ichamiz. O'sha televideniyalarda shu sizlarni ko'rib, mahallalarga suv chiqqan ko'rib, biz xursand bo'lib ketamiz. Bizning mahallamiz shunaqa kunlarga yetarmikin? Bizlarga ham suv keladimikan? Endi suv chiqsa yanada xursand bo'lamiz. Umid qilamiz. Sharof Rashidov tuman suv ta'minoti korxonasi xodimlari ushbu mahallaga kelib, holat bo'yicha quyidagicha rasmiy izoh berishdi. Endi Yuqori Tuyoqli mahallamiz yangi kent ko'chasi, yangi joylashgan bo'lib, qiradirlikda. Xudoimga shukr, mana pastki tomonlarimiz hammasi suv 100% suv bilan ta'minlangan, lekin yuqori yangi kent ko'chamiz yangi tushganligi sababli 1,5 kilometr masofamizda yashayotgan aholi o'shalar ancha vaqtdan beri suvsiz turibdi. To'g'risi buna vaqt kerak. Vaqt bilan aytyapman. Mablag' hammasini ajratib u qilgancha ish qilib mayli o'rtalargacha mana shuni ta'minlab beramiz. Qilib beramiz. Aholini e'tirozini bartaraf qilib beramiz. Bizga aytilgan muddatda ushbu mahallaning ichimlik suv bilan bog'liq muammosi qolmaydi. Oysha Isoqova, Ilhomjon Yo'ldoshev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Jizzaxdan tayyorlandi.